bugungi fasonimiz klientimizga shu fasondagi ko'ylak zakaz bo'lganda shuni shu holatiga keltirib oldi. Hali dazmollar bo'lmadi. Xudo xolisa dazmol bo'lgandan keyin oxir kiyib ko'rilgandagi oxirgi nimasini ko'rsatamiz inshaalloh. Yenglari bantikcha qilib o'zidan o'zi ko'rincha qilib chiqarib qo'ydik. Yengini buksam inshaalloh, yengini bukib etagini yonbosh osilish hisobini chiqarib yuborib, xudo xolisa bukib lozimlari qilamiz xudo xolisa. Katta chevar emasmiz, Allohga shukr. Katta emasmiz, katta chevarlarga, lekin havas qilaman juda ham. Ko'p miqdorda zakaz, Allohga shukr. O'zimga yarasha klientlarim bor. O'ta ko'p bas bo'lsa ham Allohga shukr. Yengini qo'shamiz.